Bir kun qattiq gripp bo'lib qoldim. Keyin o'zimizni malakali nimamizga, Manzuraxon opamizga telefon qilib, "Nima ichay opa, qattiq gripp bo'lib qoldim" dedim. U kishi pankrorait tavsiya qildilar. Buni ichib yuribman-ku. Men nima bilaman, ta'siri bo'ladimi, yo'qmi degan o'y meni xayolimda bo'ldi. Keyin 10 ta ichasan dedilar. 10 ta bir ichganda. Ha. Ikkitadan bir kunda shu 10 ta dorini mana shu pankroraitdan ichdim. Ertalab tursam, umuman haqiqatdan ham mana shu Yepirxona umuman menda grippni zarracha alomatlari qolmagan. Bir kunda o'zida yo'q. Bir kunni o'zida yo'q. Men tavsiya qilardim bemorlarimizga. Nafaqat bosh og'rig'i, boshqa bemorlarga ham bu dorilarni, bu giyohlardan tayyorlangan dorilarni tavsiya qilardim. Tushunarli. Demak, pankreat dorisini ichib qattiq gripp bo'lib qolgan paytingizda bir kunning o'zida yo'q, gripplaringiz butunlay yo'qoldi.